Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar. 200 daqiqalik vaqtlaringizni mana shu videoga sarflashlaringizni so'rayman do'stlar. Like tugmachasini bosib qo'yinglar. Hozirda Rossiyada yurgan bizlarga o'xshagan migrantlarimizdan, migrantlardan, musofirlardan foydalanish bo'lyapti. Ushbu foydalanish qanaqa bo'layotgani haqida hozir videoda batafsil tushuntiraman. Vaqtlaringiz ketsa ham iltimos qo'llab-quvvatlanglar ushbu videoni. O'ylaymanki, ushbu video tarqalib ko'pchilik foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammamiz ham aqllimiz, nodon emasmiz, lekin shunda ham aldanib qolish yo'llari bo'lyapti. Shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. O'zbeklardan, tojik, qirg'iz, xullas Rossiyada ishlab yurgan muhojirlardan dastavka, kuryerlik, yetkazib berish xizmati. Ne только siz обязательно kuryerlikda ishlashni shart emas. Sizga просто mashinangiz bor, yo velosipedingiz, skuteringizmi, nimangiz bo'lsa, transportingiz bo'lsa, iltimos qiladi. Yaqinda tanishgan odamingiz bo'ladimi, yo bo'lmasa ko'chadan bittasi bo'ladimi? Faloncha paketni, sumkani, korobkani olib borib ber deydi. Falon 1000 rubl beraman senga deydi. Bu yerdan yaqingina ekan-ku deysizda olasiz. Mana shu narsani olganingizda ichidan portlovchi moddalar chiqish holatlari bo'lyapti va narkotik moddalar chiqish holatlari bo'lyapti. Shu narsalardan saqlaninglar. Rossiyada bilsangizlar, hozir Rossiyaga do'st bo'lmagan mamlakatlar tomonidan har xil qo'poruvchilik ishlari, harakatlari amalga oshirishni rejalashtirishga urinishlar bo'lyapti. Shuning uchun mana yaqinda ham Rossiya, Belorussiya va Latviya chegarasi orqali, через Estoniya har xil davlatlar orqali kuryerlik xizmati dastavka bo'ldi va ushbu avtomobilda transport vositasida juda ham katta miqdorda pirotexnika, ya'ni portlovchi moddalari topildi. Bu narsani kuryerni haydovchini o'zi ham bilmaganda. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman sizlarga. Rossiyada qonunchilikni bilmaslik yoki bo'lmasa mana shunday qonun ishdagi bilmasdan qo'shilib qolishlik qonunchilikdan ozod qilmaydi va jinoyat javobgarlikka tortiladi. Va Rossiyada nima maqsadda kelgansiz, orzu-havas, u yoqda bola-chaqa, vatanda rejalaringiz hammasi barbod bo'ladi, chupa-chuk bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, har xil narsalarni tashishdan, yetkazib berishdan tekshirib ko'rib olinglar. Avtomobilingiz bo'ladi, mashinangiz bo'ladimi, boshqa birovlarga, begona shaxslarga, yaqinda tanish bo'lgan shaxslaringizga, ishonmagan odamlarga bermanglar. Ular ham mana shu maqsadda foydalanishi mumkin, siz bilmay qolishingiz mumkin. O'zlaringiz bilasizlar, chunki mana bu yerda yaqinda o'tgan yil bo'lgan voqeada, misol uchun Moskvadagi Krok Cityda bo'lgan voqealarda ko'rdingizlar, bularda juda ham 15-20 lab odamlar sudlandi. Hattoki u yerda 1 yil, 2 yil oldin unga yordam bergan, qanaqa maqsadda bo'lishidan qat'iy nazar bo'lsa ham shu narsalarga yordam bergan insonlar ham javobgarlikka tortildi. O'ylaymanki, ushbu video foydali bo'ladi. Hammani e'tiborini mana shu videoni tarqatishga so'rayman va keyingi videolarda yaxshi yangiliklar bo'lsa sizlarga albatta yetkazib o'taman do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Har xil noqonuniy yuklarni, narsalarni tarqatishdan tekshirib ko'rib keyin olinglar do'stlar. Xayr.